Assalomu alaykum, kanalimga xush kelibsiz. Sezib turganingizdek, bugun siz bilan mana shu ajoyib tortni tayyorlaymiz. Ishimizni boshlashdan oldin bitta iltimosimni bajarib keting. Kanalimni yo'qotib qo'ymaslik uchun menga obuna bo'ling. Pastdagi podpisatsiyani bosib, kolokolchikni bosib qo'ying. Shunda har kun yangi video, yangi retseptlardan birinchi bo'lib xabardor bo'lasiz. Bu tortimiz "Молочная девочка" deb ataladi ruschada, o'zbekchada o'zimcha "Oppog'oy" deb ism qo'ydim. 500 gram quyiltirilgan sutga 3 ta tuxumni solib, venchikda yaxshilab bir-biriga aralashtirib tashlaymiz. Qancha ko'p aralashtirsak, shuncha bir-biriga massamiz aralashib bitta holatga keladi. Bu video o'zim ham birinchi marta bu tortni tayyorlab ko'rishimdagi olingan video. Shuning uchun hech ikkilanmasdan tayyorlab ko'ring. Albatta sizda ham o'xshaydi. O'zimda ham birinchi martadayoq mana shunaqa ajoyib bo'lib o'xshab chiqqan bu tort. Massamizni aralashtirib olib, bu yoqda quruq massani tayyorlaymiz. 200 gram unga bitta razrıhlitel pochkani sovoramiz. Un bilan razrıhlitelni bir-biriga yaxshilab aralashtirib tashlaymiz. Xohlasanglar qoshiqda, xohlasanglar boshqa biron bir anjomda. 4 qoshiqdan unimizni setkadan o'tkazdirib, suyuq massamizga qo'shib, yaxshilab aralashtirib olamiz. Aralashtirayotganda ahamiyatli bo'ling, venchikni pastdan tepaga qilib, ko'tarib, tortib aralashtiramiz. Shunda unlarimiz yaxshi aralashadi massamizga va qo'rjlarimiz pishayotganda ishibgina pishib beradi. Ezilib qolmaydi. 200 gram un ishlatdim, lekin hammada un har xil bo'ladi. Ba'zilari suyuqlikni ko'p ko'taradi, ba'zilari ko'tarmaydi. Shuning uchun videoda ko'rsatilgandek quyuq suyuqlikka kelguncha kamroq yoki da ko'proq un ishlatsanglar bo'ladi. Ya'ni faqatgina 200 gram ekan deb unini kam yoki ko'p qilib qo'ymanglar adashib. Mana shunaqa quyuq ham emas, suyuq ham emas holatda bo'lsa bo'ldi xamir. 80 gram shidroeletani, ya'ni margarin, slivochniy maslani eritib quyib yuboramiz massamiz ustidan. Xona haroratida bo'lsa bo'ldi. Yaxshilab eritib massamizni yana pastdan tepaga qilib, chiroyli qilib aralashtirib olamiz. Bir xil holatga kelish kerak. Mana shunaqa nejniy, yengil, silliqqina, chiroyli massa hosil bo'ladi. Pergament solib, listni orqa tarafiga pishirib olamiz. Olishga oson shunda. 5 minutda pishib chiqadi. Duxovkaga e'tiborli bo'linglar, 180 gradusda 5 minutda pishadi. Quruq bo'lishi kerak zubachkamiz, shpashkamiz. Kremiga 400 gram qaymoq, 400 gram slivochniy sir va bitta pochka saxarniy pudra ketadi. 5 minut yaxshilab mikser qilsanglar, qattiqqina va rosa ham mazali morojniy krem paydo bo'ladi. Mana shunaqa mana izlar tushib qolguncha mikser qilsanglar, krem tayyor bo'lgan bo'ladi. Menda mana shunaqa ikkita listda chiqdi ko'rjlar. Buni o'rtasidan bo'lib 4 ta ko'rj hosil bo'ldi. Sizlar xohishga ko'ra dumaloq qilib kesib olsanglar ham chiroyli baland tort chiqaveradi. Endi tortimizni yig'ib olamiz. 5 qoshiqdan to'la qilib krem surdim. Hamma joyiga yetkazdirib, tekislab, chiroyli qilib surib chiqamiz. Kremimiz qattiqqina, ishlashga oson, qulay bo'ladi. Aytganimdek, agar dumaloq qilib, kichikroq qilib, dumaloq qilib yasasanglar ham 8 qavatli baland tort hosil bo'ladi. U ham chiroyli. Ko'rjlarimizda o'zi skushonka bo'lgani uchun juda ham shirin tort hisoblanadi bu. Kremimiz ham shirin. Ana shu o'tkir shirinlikni kesish uchun bizga nordongina malina yordamga keladi. Ajoyib ta'm hosil bo'ladi bu nordon malina bilan. Ana shirin yeb turganingizda ichida kisli takoy ta'm bo'lsa, juda ham yoqimli, приятный, ajoyib tort bo'ladi.
qilib ko'rsanglar, yeb ko'rsanglar buni bilasizlar. Malinani ham yaxshilab yoyib olib, shunaqa qilib korж, krem, malina qilib tortimizni yig'ib olamiz. Malinani muzlatib qo'yilganini ishlatsanglar ham bo'ladi yokida magazinlarda konserva qilinganlari bo'ladi. Uni ishlatsanglar ham bo'ladi. Agar uyda varenyasi bo'lsa, u ham bo'laveradi. Shunaqa qilib 2-chi, 3-chi, 4-chi qavatda ham mana shunaqa qilib yig'ib olamiz. Tortni xohishga ko'ra yasatsanglar bo'ladi. Men eng oddiy usulda yasatdim. Chunki krem surib, qalin qilib, qoshiqda poloskalab tushirib qo'ydim. Zato chiroyli chiqdi. Xuddi Safiyani morojnali pirojnosiga o'xshab chiqadi. Ta'mi вообще bomba. Обязательно tayyorlab ko'ring. Oson qilinishi va 100% o'xshab chiqadi. Prosta zo'r shirinlik. Menga obuna bo'lishni unutmang.